Assalomu alaykum, hurmatli Gipki Kamin ishqibozlari. Bu Gipki Kamin nima deganlarga, bu hozirgi kunda O'zbekistonimizda ko'p uylarda, uy tashqi fasadlarda qo'llanib bo'layotgan ishlardan bittasi, hamyonbop ishlardan biri. Mana bu o'zimni xonadonim. Bu xonadon qayerda desangiz, bu xonadon Samarqand viloyati Tayloq tumani Olmazor mahallasida. Endi tepada tunukalarga e'tibor bermaysizlar. Ozgina shunday holatga kelib qolgan. Gipki Kamin ishimiz 1 yilcha bo'ldi shu ishni boshlaganimizga. Hozirgi kunda bir ancha ishlar qilganmiz. Mana bu o'zimning xonadonim. Shu ijtimoiy tarmoqqa joylashga, YouTube kanallarga tarqatishga qaror qildik, reklama sifatida. Bu Gipki Kamin o'zi nima degan savollarga, bilmaganlarga yana bir eslatib o'tamiz. Gipki Kamin mana yuzda qismi asosiy tarkibi toshdan iborat. Tosh, mramor toshni yanada maydalangani. Orqasi texloqos, suvni ham o'tkazmaydi. Mana shunday nima desam, turlari ko'p, xohlagan shaklda, xohlagan ideyada chiqarishimiz mumkin. Siz xohlaganda albatta. Karcher bilan yo'qsa ham bo'ladi. Mana ijtimoiy tarmoqda ko'rgansizlar, YouTube'da yo'gan, tepgan, yoqqan, har narsa qilgan, har narsaga chidamli, quyoshga rang o'chmaydigan. Ishimizda sifatiga ham yana bir ahamiyat berasizlar. Mana shoklar, liniyalar hammasi joy-joyida. Mana bu taraflarni ham ko'rishingiz mumkin. Shoklarga ham e'tibor berasizlar mana. Mehr bilan ishlangan, shunday sifatli ishlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Manzilimizni yana bir eslatib o'tamiz. Samarqand viloyati Tayloq tumani Olmazor mahallasida 1 yilcha bo'ldi. Mana shu ishimizga mana hali hech qanday o'zgarish bo'lmayoq, yaxshi holatda turibdi. Bu taraflarni mana ko'rib qo'yasizlar. Bu taraf mana g'ish ablisovka. Vid bo'yicha ancha-muncha ishlardan chiroyli ko'rinadi. Mana uzoqdan ko'rinishi polnosda 80 kvadrat joyimiz. O'zimning xonadonimga o'rganman. Hozir sizlarga yana bir ishimizni ko'rsatib o'tamiz. Bunisi qo'shninikida. Mana bu keyingi ishimiz 45 kvadrat joyga urilgan. Bunisi ham ko'p, mana ko'rgansizlar YouTube kanallarida hammani ishi ko'pincha shunaqa bo'lgan. Bu chiroyli variant, bu ham ko'p, juda ko'p ishlatilgan mix variantlardan biri. Mana ish derazani chetlariga boshqacha qora, seri, korishniy rangda foydalanganmiz bundan. Mana kafillarga ham mos. Bunga ham ahamiyat berish lozim. Shoklari ham, liniyalari hammasi joy-joyida bo'lgan. Yaqinroqdan ko'rsatamiz hozir mana. Atkoslarga ham yaxshigina ishlaganmiz. Bu ishimizga ham bir 6 oydan oshdi mana. Holatlari yaxshi va faqat tunuka fonlari qolgan. Mana shunaqa. Kimga mana shunday ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerim qoldiramiz, aytib ham o'tamiz. Telefon raqamlarimiz 99lik kod bilan 023 47 24. Yana bir raqamimiz 95lik kod bilan 556 55 87. Shu raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Ishga ham mana yaqinroqdan yaxshilab ahamiyat berib qarashlaringiz mumkin. Agar ishlarimiz yoqqan bo'lsa, murojaat qilaveringizlar. YouTube'da ko'rsalaringiz like bosib qo'yingizlar. Telegram gruppalarida bo'lsangiz aloqaga chiqishlaringiz yanada ham chiroyli qilib ma'lumot berib o'tishimiz mumkin. Kimga kim ma'qul keladigan bo'lsa, oldindan hammasiga rahmat. Mana buni endi narxlariga keladigan bo'lsak, buni narxi shu yil qatori 60 ming so'mdan tayyorlab berishimiz, kiliy lak qo'shib beriladi. Istoshiga keladigan bo'lsak, istoshi narxi mana bu ishlarni mayda katta razmeriga qarab 35 ming, 40 ming, 45 ming, 50 ming shu atrofda bo'ladi. Bu yog'ini ham yana istolarga kelishtirib, bunisini ham yil qatori kelishtirib tayyorlab beramiz. Narxlariga kelsak shu.